Распаковка. Чек. 500 ml munozzamni ko'rsatmoqchiman. Qizimga barni, o'zimga gribi, ertalab завтракка biz yaxshi ko'raman, marinovani и makaron. Хозяйственный narsalar. Бумага, so'g'in, влажная салфетка. Капуста o'zimga, зеленlar, рукола, конечно, katta свежий и tok piyoz. Salatlar bilan yeyishga. Свежий qo'ziqorin ekkanman, pasta qilishga. И 1 kilo kartoshka. Или 1 kilo emasmi? 2,5 kilo ekan. Pomidorчик, огурчик, дракон, men eng yaxshi ko'rgan mevam. И апельсин. Апельсинni rosa yaxshi ko'raman. Конечно же, банан. Бананsiz никак. Qizimga. Следующий и последний. Ko'rayotganinglardek hamma narsa alohida упаковкада. Bu yerda уже muzli narsalar, zamorозкалар, sariyog'lar. 1 kilo qiyma. Упаковкада. O'zimga file etdim. Gribi bilan yeyishga. 2 xil sariyog' etdim. Kстати, sariyog' завтракda eng kerakli narsa. Советую. И 2 ta suv etdim. Kun issiq. Pasta kullerga tushishga erinib, xonamga etib oldim. Без gaz suv. Вот mani недельный mini bozorcham. Bu yerga kerakli hamma nedostatka narsalarni zakaz qilib oldim. Hamma narsa ko'rib turganinglardek, o'zingizlar borib olganinglardek ko'rinishda keladi. Вот даже apelsinlarni qarang, qanaqa apelsin debman. Ananaslarni qanaqa упаковка qilib berishadi. Hammasi juda ham akkuratniy olib kelishadi. Ne главное, bunaqa narsalarni o'zingizlar ko'tarib yurmaysizlar. Mashinasizlarda. Kстати, zelenlarni ham borib olganinglardan ko'ra свежий. И mana sariyog'lar, hamma narsalarni dostavkasini tez olib kelishadi. Hech narsa muzidan erib qolmaydi. Mana ko'rib turganinglardek muzdek holatda hamma narsani свежий qilib olib kelishadi. Men har doim уже o'zingizlar bilganinglardek Korzinka Go'dan olaman. Bu safar ham ulardan oldim. Sizlarga, kстати, promokod ham oldim. Hozir yozib qo'yaman hammasini. Sizlar ham hayotinglarni shunaqa Korzinka Go bilan osonlashtiringlar.